Oxunjon Olimjonov Bag'dod tumanidagi bog'dorchilik xo'jaligi rahbari. Bog'bonning 15 gektar bog'ida yil bo'yi turli mevalar yetishtiriladi. Shundan 3 gektar olma. Qolgani shoptoli, nok degandek. Endi mana 5 yil uzun pishdi hozir mana. Endi buni xudo xolasa uzishni boshlandi. 100 tonna kutyapmiz xudo xolasa. 5 yulduz serhosil olma navi bo'lib, bir tub daraxtimizda 300 kilogramgacha hosil mavjud. 400 tub shunday olma daraxtlarimiz borligini hisobga olsak, pastu balandi bilan 100 tonna atrofida hosil ko'tarmoqchimiz. Shundan 50 tonnasini bozorga chiqaramiz. Yana 50 tonnasini muzlatkichga qo'yib, qishki mavsum uchun saqlovga olishni rejalashtirganmiz, deydi mirishkor. Bog'da shuningdek boshqa olma navlari ham pishib yetilmoqda. Umuman olganda Bag'dod tumanida bugungi kunda 4,5 ming gektarga yaqin bog' maydonlari mavjud bo'lib, shundan 1800 gektarini olmazor bog'lari tashkil etadi. Qishloq xo'jaligida xizmatlar ko'rsatish agentligi mutasaddilari tomonidan bog'larning unumdorligini oshirish bo'yicha kerakli yo'l yo'riq va tavsiyalar berilmoqda. Qator chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Vazirlar Mahkamasining 10-12-qarori bo'yicha samarasiz bog'larni aniqlab, o'rniga eksportbop sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish maqsadida intensiv bog'lar barpo etish bo'yicha ishlar tashkillanmoqda. Bu yilgi rejamizda ham 2024-25 kuz bahor oylarida 500 gektarga yaqin samarasiz bog'lar aniqlanib, intensiv bog'lar qatoriga o'tkazish bo'yicha hozirgi kunda loyihalar ishlab chiqib, ishlar tashkillanmoqda. Bog'larda qish chillasidan to hosil pishib yetilgunga qadar agrotexnik tadbirlarni qo'llash, mevalarini bozorga va eksportga yo'naltirish, muzlatkichlarga joylashtirishda agentlik mutaxassislari bilan hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilganligi bois natijalarimiz ham yaxshi, deydi bog'bon Oxunjon Olimjonov. Mazkur yo'nalishdagi ishlardan asosiy maqsad bitta: xalqimiz dasturxoniga sarxil mevalarni yetkazib berish. Islom Nishonov, Davlatbek Bilolov, Farg'onadan.